5 oydan beri kasal bo'lib, oxirida kasalxonaga borganimda u ham chala qoldi. Keling nima bo'lganini aytib beraman. O'g'limning maktabi boshlanganidan beri 5:30da uyg'onadigan men bugun 7:30da uyg'ondim, chunki kechasi umuman uxlay olmadim. Kelib qarasam, o'g'lim allaqachon uyg'onib, erim esa ishga ketib bo'lgan ekanlar. Oldida meni yo'qligimni sezgan qizim ham orqamdan uyg'onib keldi. Qarochi gaplarim uyg'ondim bilan blogimni zeriktirib yuboradi deb o'ylamang. Oxirigacha ko'ring, meni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz aniq yoqtirib qolasiz. O'g'lim maktabida yeyishi uchun narsalarni tayyorlab, maktabga qarab yo'l oldik. Maktabdan keyin qizim bilan maza qilib nonushtamizni qilib birgalikda vaqt o'tkazdik. Biroz yana dam oldim, chunki yana nafasim qisishni boshladi. Keyin sekin tayyorlanishni boshladim. Bu orada ovqat ham qo'yib qo'ydim kechqurungi yeyishimizga. Bugun doktor qabuliga yozilgan edim. Turkiyada doktor ko'rigidan o'tish uchun oldin kun va soat bron qilinadi. Muhammad Yusufni maktabdan olib dolmush kutdik. Turkchadan dolmush marshrutka degani. Kasalxonada turmush o'rtog'im bizni kutib oldilar, chunki ishxonalari kasalxonaga juda ham yaqin. Navbatimizni juma tushlikdan keyin kelganimiz uchun doktor dushanba kuni qaytib kel deb rentgenga yubordi. Rentgenga ham tushdim. O'zi yoshligimdan beri bronxitim bor, lekin bu safar unaqaga o'xshamayapti. Ishimizni chala bitirganimiz uchun xafa bo'lib uyga qaytdik. Erginam xafa bo'lganimni ko'rib baklava olib berdilar. Obedda pishirib qo'ygan ovqatimizni yedik, kofe damlab shirinlik yedik, keyin kino ko'rib dam oldik. Nima deysiz? Dushanba kuni doktor ko'rigiga boraymi, yo'qmi? Ikkilanyapman. Görüşürüz.